Men oldinlari blogerlik qilgan paytimda kompaniyada menga chiqmas edi. Buni sababini men sizga hozir videoning oxirigacha tushuntirib beraman. Men oldin auditoriyam yo'q edi. Bundan tashqari videolarimni qanaqa easy qilishni bilmagan paytimda intriga videolar qilardim. Intriga videolarning orqasidan prosmotrlar bo'lardi. Bu qanaqa bo'lardi? Bitta kompaniyani olardim. U kompaniyani plyus va minuslarini olib chiqardim. Ya'ni reklamada nima deyilyapti, qanaqa so'zlar ishlatilyapti, qanaqa jalb qilyapti, shularni o'rganardim va test ko'rinishida tekshirardim. Va shuning orqasidan yaxshi prosmotrlar bo'lgan. Lekin bir tomonda nima bizning ishimizga xalaqit qilgan, bizni kompaniyalarni plyusini ham gapirardi va minus tomonlarini ham gapirardi. Shuning oqibatida prosmotrlar zo'r bo'lardi. Lekin bizga bo'lgan, ya'ni brendlar tomonidan bizga kamdan kam zakazlar tushardi, ya'ni buyurtmalar tushardi. Ya'ni meni brendimni reklama qilib bering, meni mahsulotimni reklama qilib bering degan buyurtmalar deyarli tushmas edi. Biz o'zimizni kontent qilardik, ya'ni brendni egasi bilan kelishmagan holda video chiqarardik. Bu narsa nimaga olib keldi? Biz prosta o'zimizni video qilishni boshladik va buyurtmalarimiz umuman yo'q. Orada videoning orasiga boshqa reklamalar joylashtiradi. Ya'ni bu sohaga, bu mahsulotga umuman tegishli bo'lmagan reklamalarni qo'yardi. Bunda sinxronность yo'qoladi. Bitta mavzu to'g'risida gapirib turib, oraga ikkinchi reklamani qo'yishimizni sal integratsiyasi noto'g'ri bo'lardi. Meni bitta maslahatim bor, agar brendlar bilan birga sinxronni kelishuv asosida reklama targ'ibotlarini qilmoqchi bo'lsanglar, brend egalari bilan kelishuv qilganingiz yaxshi bo'ladi. Sababi nimada? Agar bir brendni obro' e'tiboriga putur yetkazib qo'ysa, bu brend sizda boshqa umuman reklama bermaydi yoki siz bilan umuman ishlamaslikka qaror qiladi. Undan tashqari boshqa brendlar ham ko'radi deb, bu mana bu brendni yomonlab chiqdi, bu brendni yomonlab chiqdi, 10 ta brendni yomonlab chiqdi. Men bu odam bilan ishlamayman, chunki agar men bu